Assalomu alaykum hammaga. Arzon birinchi qo'l ishlab chiqaruvchidan olaman deganlar. Shunaqasini topib qo'ydi do'stlar sizlarga. Hozir mana shularni ko'rsatib o'tamiz. Hozir mana bir boshdan ko'rsatib o'tamiz. Aka necha puldan bilaman shu? Pastela Kuzgi mavsum uchun poni xillar chiqarib tashlaganmiz. Pastki qator transportlarimiz 90 mingdan beryapmiz. 90 ming so'm. Bularchi aka? Rasmlari 46 dan 50 gacha tushadi. Tepa qatorlarimiz 85 ming so'mdan. 85 ming so'm. Bog'lanadi. Fotoshunimizni oxirida toshli modeli bor, 90 mingdan berilyapti. Buni razmerlari qanaqa aka uni? 48 dan 54 gacha aka, 4 tali razmer, shimlari ham pilot, keng fasonda qimmat. O'rta yoshdagilarimizga Balshimerka so'raganlarga Balshimerka ham misol 54, 56, 58. Bularimiz 95 ming, 10 xil rangi bor. 10 xil. Zamonga xalos so'raganlarga 90 mingdan qilib beryapti. 90 ming. Buni ham rastikkalar ko'p ekan-a? Ranglari juda ham ko'p, assortimentlari har biriga chiqib turadi. Tepadelachi aka? Kelinlarimizga zamonli bo'lsin deganlarga 80 ming beryapti pochkaga. Razmerlari 48 dan to 54 gacha bemalol bor. O'shalarchi aka, u chekkada. Tepadagilarimiz arabiska yoki yengillik hibi, materiallari Turkiya hibi, optimga 85 ming beryapti ularimizni. Bularchi aka, mana shu pastelarni ham aytaverasiz endi. Bularimizni 85 beryapti aka, 46 dan 50 gacha qizlarimiz, kelinlarimizga ortiq qismlari ham belbog' variantda qilingan edi. Yengillik modellarimiz. Bularchi aka, mana ular. Aka, bularimizni 110 ming sotganmiz. Ayni damda doing papli 85 mingdan skidga qo'yib berganmiz. 20 xil rangi bor. 85 ming skidkada. Skidga narxlarimiz kam qolgan. Bularchi aka, mana tepadela. Bir boshdan aytib ketaverasiz. Koreyskiy shtamfil. Bularda 65 mingdan skidga qilib beryapti aka, shtamfil. 65 ming. Pastelachi. Bular ham 65 mingdan aka, yo'qochalilarimiz. Do'stlar, zakazlar beraverasizlar. Poni hibilarimiz 90 mingdan oldi ochiladi. Zamonaviy variant, ikki yo'llarida cho'ntaklari bor. 48 dan 54 gacha qizlar va kelinlarimiz uchun ketadigan modellarimiz aka. Ranglarni bu tomondan ko'rsatib, juda chiroyli rasmlarimiz.